Alloh azza va jalla baxt va saodatni Qur'oni Karimda bir marta zikr qiladi va aytadiki: "Va ammallazina su'idu fa fil jannati khalidina fiha." Va ammo haqiqiy baxt egalari jannatda bo'ladilar va ular u yerda abadiy qoladilar. Azizlar, baxt, saodat barchamizni istagimiz, matlabimiz. Lekin ammo baxt nimada ekanligiga kelsak, fikrlarimiz turlicha. Bu hayotda boshimizga keladigan ba'zi musibatlar, ozgina qiyinchiliklar, qanaqadir bir dardlar bilan o'zimizni baxti qaro bir holatda his qilamiz. Aslida-chi, bu dunyoning dardlari o'tkinchi. Haqiqiy baxt, haqiqiy saodat agar siz jannatga olib boradigan yo'l ustida bo'lsangiz, jannatga olib boradigan yo'lga agar siz to'g'ri ketayotgan bo'lsangiz, bu hayot qiyinchiliklari hech gap emas. Alloh taolo haqiqiy baxtiyorlardan qilsin.